Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'ragan sxema tayyor bo'lib qoldi. Qolganini tez tashlab turing deydi. Bu sxemaga ancha vaqt kerak. Hamma ma'lumotni o'rganib chiqish kerak. Asl holati internetdan qidirgan holatimiz. Mana holatga bo'ladi. Xiraligi o'ta xira. Nimada yozilganini to'g'ri bilib bo'lmaysiz. Shu holatda bunday qilishga harakat qilamiz. Mana hozir tayyor bo'lgan holat. Buni qanday kattalashtirsangiz ham uncha xiralashmaydi. Kichiklashtirsangiz ham xiralashmaydi. To'liq PDF faylni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Shu Telegram kanalda ko'ra olamiz. Xo'p, endi saqlayib qilamiz. Ctrl bilan bu programma nomi Coral Drive deydi. Sxemalar shu programmani tayyorlasa bo'ladi. Hop, PDF fayl tayyorlaymiz, только vibrani tayyorlaymiz. Ve shohlaymiz. Avval buni qo'shimiz kerak. Boshqatdan Ctrl Hop. Только vibrani. Nomini o'zgartiramiz, ikkita nuqta qo'shib qo'ysak. Hop, eksportga bosamiz. Kutamiz hozir. Endi tekshiramiz. Mana havoga chiqadi. Nechta listda chiqazarini deb so'raydi. Bunga hech qanday tegmaymiz-da. Oqqa bosamiz. Ketdi. Mana. Fayl. Documentlarni. Upload. Çıktı. Tayyor çıktı. Hop. Mana PDF fayl tayyor. Xohlasangiz telefondan, xohlasangiz kompyuterdan ko'rishingiz mumkin. Ochilish boshladi. Hozir kutamiz. Tayyor. Sxemalar hammasi tayyor. Mayda aniqroq ma'lumot kiritilgan. Kattalashtirib olamiz hozir. Hamma ma'lumotlar kiritib chiqilgan. Mana 34-oyog'ini undan Qirq oyoq mana datchikka borar ekan, kislorodni datchik ekan, 42 noshkasi, miyani nomlari hammasi. Shuni hammasini yozib chiqdik. Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Videoning tagida silkasi bo'ladi. Shu silkasiga bossangiz, to'g'ri shu programma deyman. PDF fayli olgan kiraveramiz. Sxemani bemalol ko'rishing. Bu Nexus Gentrack sxemasi. Qolganlarini sekin-sekin tayyorlaymiz. Zarur bo'lmaydi. Shuni o'ziga 2 kun vaqtimiz qoldi. Deyarli 3 kun vaqtim ketdi. Shoshilmaydi. Bir ma'lumotni qonuniy ko'rmasdan qolganini tez tashlab turing deyish noto'g'ri. Bir pas bo'lgan ish bo'lmagani uchun. Delphi MT60.
miyamizni nomi. Deylik MT60. Endi Telegram tashlab qo'yamiz. Hozir soat 18:07. Bir soat ichida bu videoyamni YouTube'ga o'rnaydi, Xudo xolasa. Telegramga ham joylanadi biroq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.